U forma kiygan sharmanda. Sal o'zingni bosib ol. Shu xalq seni odam qilib turganini, formani xalqqa o'dag'aylash uchun emas, xizmat qilish uchun kiyganingni esingdan chiqarma. Ichki ishlar formasi shunchaki kiyim emas, bu mas'uliyat belgisi. Ammo ba'zilar bu yukni ko'tara olmayapti chog'i. Gap shundaki, 18-noyabr kuni Buxoro viloyati Romitan tumani hududida noxush holat ro'y berdi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori kichik serjant Sayfiyev oldida ketayotgan Equinox'ga bir necha bor chiroq yoqib o'chirib, yo'l ber ishorasini qiladi. Haydovchi svetoforning qizil chirog'ida to'xtaganida inspektor undan norozi bo'lgandek mashinaning oldidan kesib o'tib, asosiy sabab bo'lmasa ham yo'l o'rtasida to'xtatadi va haydovchidan mashinani yo'l chetiga olib chiqishini talab qiladi. Qiziq jihat shundaki, inspektorda body kamera bo'lmagan va holat video tasvirga yozib olinmagan. Hozirda holat bo'yicha xizmat tekshiruvi boshlandi. Natijaga ko'ra kichik serjant Sayfiyevga qonuniy baho beriladi deyiladi xabarda. Xizmat libosi hurmat talab qilmaydi, aksincha mas'uliyat yuklaydi. So'nggi yangiliklar uchun Anxoruzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling.